Pep Husanovning senga eng yoqqan jihati haqida gapirib bersang. Xo'p, menga eng yoqqan narsa bu uni kiyim almashtirish xonasida ishonib bo'lmas darajada yaxshi ko'rib qolishdi. U bugungi o'yinga cho'tkasiz va o'yindan oldin kerak bo'ladigan buyumlarsiz tashrif buyurdi. Futbolchilar olib yuradigan sumkaning nomi nima edi? Maxsus, buyumlar sumkasi. Xullas, u ryukzaksiz hech narsasiz mana shunday futbol o'ynashga yetib keldi. Sen unga gapirsang, u kuladi va kulib javob beradi. Lekin u juda ham ishonchli futbolchi. U juda ham tezkor, juda tez futbolchi. Va u uzatadigan paslar shunchaki ekstraordinar darajada. U paslar bilan shunday liniyalarni kesadiki, bizga aynan mana shunday qobiliyatga ega bo'lgan himoyachilar kerak edi. Va unda bunday qobiliyat bor. Albatta, u o'rganish kerak. U bor yo'g'i 19-20 yoshda. Yoshi to'g'risi esimda yo'q, juda ham yosh. Va uning tezligi, men hech qachon bunday futbolchilarni ko'rganman va u ham o'shalar darajasida. Va uni hamma yaxshi ko'radi. Sababi u jimgina mehnat qiladi, nolimaydi va juda ham kamtar yigit. Ishonchim komilki, u muxlislarimizning yoqimtoyiga aylanadi. U bosib o'tgan vaziyatni yengib o'tish oson emas. Chelsiga qarshi debyut o'yinda birinchi 5 daqiqalikda bo'lgan vaziyatlarni yengib o'tish oson emas. Keyingi o'yinlarda u ancha xotirjam o'ynadi. Orentga qarshi o'yin juda ham yaxshi bo'ldi va biz o'tkazgan so'nggi o'yinlarda o'zini juda yaxshi ko'rsatdi.